Tezkor xabar: Manchester City o'zining Instagram'dagi sahifasida UEFAga keskin murojaat yo'lladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va video roligimizga like bosing. Uzoqlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Bir-biringizga hurmatli bo'ling va haqorat qilmang. Ushbu postning kommentariya qismida angliyalik muxlis UEFAga keskin murojaat yo'lladi va jiddiy tanqid qildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi: sizlar juda yomon ish olib borayotganingiz uchun Abduqodir Husanovning xavfsizligiga qisman javobgarsizlar. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolarda uning atrofini ko'plab tanigan yoki tanimagan insonlar o'rab olgani ko'rib turibdi va buni chalg'ityapti va asabiylashtirmoqda. Uning xavfsiz va nazorat ostida bo'lishini ta'minlash sizning burchingiz. Bu xoh O'zbekistonda bo'lsin, xoh terma bilan xorij safariga ham tegishli. Uning bo'sh vaqtini hurmat qilib, e'tiborini ortiqcha narsalarga chalg'itmang va futbolchilik faoliyatini birinchiga qo'ying, demoqda xabarda. Sizlarning bunday boshqaruvingiz va e'tiboringizni shunchaki qabul qilib bo'lmaydi. Ishingiz yaxshiroq bajaring, deb yozadi uning kommentariya qismida. Siz qanday fikrdasiz? Abduqodir Husanovning bu tadbir va bayramlarga borishi birinchi o'rindami yoki doimiy birinchi o'rinda uning mashg'uloti va uning futboldagi o'rnimi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Yangiliklarimizdan doimo xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz obuna bo'ling, video roligimizga like bosing va izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.